Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men Kamola Ermatova, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori, jurnalist, tele va radio boshlovchiman. Hayotingizdagi eng muhim kunlardan birida sizga omad va muvaffaqiyat tilash men uchun katta sharaf. Bu litsey men uchun katta poydevor bo'lgan. Hayot yo'limni, maqsadlarimni belgilashda katta ta'sir ko'rsatgan. Sizlar kelajakda yurtimizning yetuk huquqshunoslari bo'lib, fidoyi va mas'uliyatli fuqarolar sifatida yurtimizga, jamiyatimizga xizmat qilasiz. Assalomu alaykum ukalar, singillar, qadrli bitiruvchilar. Bugun hayotingizda bir unutilmas kunlardan biri. Ya'ni bitta bosqich, hayotingizdagi bitta bosqich tugab, keyingisi boshlanish arafasida. Eng asosiy tilagim omad hech qachon tark etmasin sizlarni. O'qish, o'qimaslik haqidagi ma'ruza ham qilmoqchi emasman. O'qigan odam o'zi uchun yaxshi yashashni xohlagan, o'ziga yarasha obro' e'tibor, martaba oshirishni, martabaga ega bo'lishni xohlagan va eng asosiysi boshqa insonlarga, balki yuzlab, balki minglab, balki yuz minglab, balki millionlab insonlarga yordami tegishini, manfaati tegishini xohlagan inson va buni tushungan inson o'zi o'qiydi. Orangizda shunaqalar bo'lsa, o'zingiz uchun o'qing. Birov uchun, men uchun emas, ustozingiz uchun emas, qo'shningiz uchun emas, do'stingiz uchun ham emas. O'qisangiz o'zingiz uchun o'qiysiz va rohatini ko'rsangiz ham o'zingiz rohatini ko'rasiz. Shuning uchun o'qish haqida balandparvoz ma'ruzalar ham qilishdan yiroqman. Lekin o'qish kerakligini eslataman xolos. Asosiysi bitta iltimosim bor sizlardan. Kelgusida kim qayerda ishlaydi, qaysi sohadan ketadi, kimdir yuristlikdan, kimdir tadbirkorlikdan, kimdir umuman boshqa joydan, bu taqdirdan, Allohdan. Lekin kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, Alloh nasib etsa, oila qurib, farzandli bo'lganingizda meni sizlardan bittagina o'tinchim bo'ladi. Iltimos, farzandingizni o'qiting. Farzandingizni ta'limiga investitsiya kiriting. 1 so'm pul topsangiz, ana o'sha 1 so'mni farzandingizni o'qitish uchun sarflang. Yagona iltimosim sizdan. Men Sharipova Hilola Rustamovna. Hozirgi kunda Toshkent davlat yuridik universiteti xalqaro xususiy huquq kafedrasi katta o'qituvchisi, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktoriman. Barchangizni avvalambor mana shu dargohni muvaffaqiyatli bitirayotganingiz bilan muborakbod etmoqchiman va barchangizga sihat salomatlik, baxt va saodat, o'ylagan barcha orzularingiz ro'yobini ko'rishingizni tilab qolaman. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас со знаменательным днем с окончанием юридического лицея. Хочу вам пожелать всего-всего самого наилучшего, чтобы вы никогда не останавливались ни перед какими преградами, а только стали сильнее, и все те цели и задачи, которые вы ставите перед собой в это студенческое время, чтобы вы добились. Today, you are starting your journey as future of Uzbekistan at an incredible time when young people have endless opportunities. Whatever field you choose, I hope you will keep learning, exploring, and working not just to become one of the best in Uzbekistan, but one of the very best in the world. Men Yevropada bakalavr yo'nalishini tamomlab, hozirda Amerikaning San Fransisko shahri, Kaliforniya shtatida Golden Gate State University magistr yo'nalishida tahsil olmoqdaman. Yoshlarga omad tilab qolamiz. Ularga yorqin kelajak va o'zi xohlagan universitetlarda, o'zi xohlagan shaharlarda, yo'nalishlarda o'qishlarini tilab qolamiz. Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием лицея. Для вас открываются сейчас новые горизонты, новые возможности. Не упустите этот период своей жизни, поскольку именно этот выбор определяет следующий ваш этап развития. Всегда помните тех наставников, которые вас подвели к этому сегодняшнему дню, что вы окончили свой лицей. Men yuridik litsey bitiruvchisi Narxlar Tizomatan. Hozirda Janubiy Koreyaning Aj universitetida huquq maktabida tahsil olmoqdaman. Hozirda dunyoning top 500 ga kirgan universitetda to'liq grant asosida tahsil olmoqdaman.
Men uchun qilgan barcha mehnatlaringizdan behad minnatdorman. Congratulations on your graduation. My name is Raziyakhan Kuchkarova. I also graduated this Lyceum 4 years ago. I was the winner of the first place as the best mediator. And right now I am in Tashkent Mediation Center. I just got my certificate as a professional mediator. And I'm telling you all of this not just to show off, but to motivate you in your future. So I wish you the best of luck. Always believe in yourself and do not afraid to show your potential to whole world. Men Hamza Ahmadina Toshkent davlat yuridik universiteti qo'shmali akademik litsey bitiruvchisiman. Universitetga suhbat orqali kirdim va hozirda 4-bosqichga o'tyapman. O'tgan yili Turkiyaning Ankara Yildirim Bayazid universitetida o'qib keldim va bu men uchun ajoyib tajriba edi. Sizlarga ham hurmatli litsey bitiruvchilari shunday yutuqlarni tilab qolaman va kelayotgan imtihonlarda omad tilab qolaman. Men ham sizlar singari 2021-yil aynan shu ta'lim dargohini bitirganman. 2022-yil yilning eng faol targ'ibotchi talabasi nominatsiyasida g'olib bo'ldim. 2024-yil esa yurt iftixori medali bilan taqdirlandim. Ayni paytda Acelex nomli yuridik konsalting firmasida direktor lavozimida ishlab kelmoqdaman. Orzu qilishdan to'xtamang, harakatdan charchamang, xatolaringiz ustida muntazam ishlang. Oldingizda katta yo'l, yangi imkoniyatlar va albatta buyuk kelajak turibdi. Assalomu alaykum, hurmatli Toshkent davlat yuridik litseyi ustozlari, aziz bitiruvchilari, hammanglarni bugungi bitiruvinglar bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ana endi hammanglarni oldinglarda juda katta mas'uliyatli vazifa turibdi. Universitetga kirish, oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'lish. Hammanglar mana shu 2 yil davomida ustozlarimizdan olgan biliminglarni ko'rsatish payti keldi. Avvalambor sizlarni hammanglarga ushbu muvaffaqiyatli vazifada omad tilayman. Mana shu 2021-yildagi litsey bitiruvchi sifatida sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Har birimiz oldimizga qo'yayotgan maqsadlarimiz va qilayotgan niyatlarimiz bexosdan emas, hammasi Xudo xohlasa ijobiy natija beradi. Va men hammanglarga ishonch bilan ayta olamanki, hammamiz hozirgi paytda qilayotgan ishlarimiz kelajakda bizga yaxshi samara mevasini beradi. Hammanglarga men chin qalbimdan omad tilayman. Har bitta qilayotgan maqsadingizga erishinglar. Hech qachon oldingizga qo'yayotgan maqsaddan orqaga qaytmanglar. Yana bir bor sizlarni mana shu litseyimizni bitirayotganinglar bilan tabriklayman.